Yumğaq sütning şifoliq roli. Yumğaq sütni yaxshi ko'radiganlar har vaqtlik tamaqida yumğaq sütning bo'lishini umid qiladi. Yaxshi ko'rmaydiganlar bo'lsa, uning puruqini purg'an hamon ishtahosi butunlay tutiladi. Bugun biz uning ta'mini tilga olmasdan balki uning ozuqlik qimmati ustida to'xtalamiz. Yeyish yoki yemaslikni o'zingiz qaror qiling. Yumğaq süt xushpuroq ko'ktatlarning biri. Qadimiy Rim davrida kishilar yumğaq sütni go'shtni yangi payda saqlash uchun ishlatadi. Bundaq bo'lishidagi sabab yumğaq sütning belgilik mikrob o'ldirish rolining bo'lganligida. Dori o'simliklari qomusida yumğaq süt tabiiy mo'tadil bo'lib, o'pka, talg'i shifo qiladi deb xotirlangan. Yumğaq süt qizilning dastlabki mazgilini suydik ravon bo'lmaslik, yemaklik yig'ilib qilish, hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, so'ngi chiqib qilish qatorliq kasalliklarga shifo qiladi. Bosh qishda atdigan va kashning temperaturasi bir qadar tuvan bo'ladi. Shundaqla diqqat qilmaganda zukam bo'lib qolamiz. Odatda uyda qo'rig'anda ozroq yumg'oq sut qo'shib qo'yganda zukamning oldini olish rolini o'ynaydi.